أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoniga inoyatlan ustoz Abdulvahab Xallob degan kishining ilm usul fiqhi degan bu risolasida darsimiz davom qilgan bo'lib, ahkam taklifining qismlari bo'lgan 5 qismlarninki 4-si makruh kelgan edik. Shu yana o'zini darsimizni davomlashtirishimiz. Ustoz deydi: al makruhu, makruh yiqimsiz. Kariha yakrahudan chiqqan ism maf'ul. المكروه المفعول فعل كره يكره. Bu ismul maf'ul. Yani yakımsız, yaktırılmaydıgan neyse. Lügatta bu. Onun tarifi. تعرف مادة المكروه وما طلب الشارع من المكلف الكف عن فعله طلبا غير حتم، بأن تكون الصيغة نفسها دالة على ذلك، كما إذا ورد أن الله كره لكم كذا أو كان منهيا عنه، واقترن النهي بما يدل على أن النهي للكراهة لا للتحريم، مثل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، أو كان مأمورا باجتنابه ودلت القرينة على ذلك، مثل وزر البيع. فالمطلوب الكف عن فعله إذا كانت صيغة طلبه نفسها تدل على أنه طلب حتم فهو المحرم، مثل حرم عليكم كذا. وإن كانت الصيغة نفسها تدل على أنه طلب غير حتم فهو المكروه، مثل كره لكم كذا. وإن كانت الصيغة نهيا مطلقا أو أمرا بالاجتناب مطلقا استدل بالقرائن على أنه طلب حتم أو غير حتم. ومن القرائن ترتيب العقوبة على الفعل وعدم ترتيبها، ولهذا عرب بعض الأصوليين المحرم بأنه ما استحق فاعله العقوبة، والمكروه بأنه ما لا يستحق فاعله العقوبة وقد يستحق اللوم. مكروه u şaritala mükelleftin ini kılışını keskin talep kılmagan nas. İni kılıştın ço jığılışını keskin talep kılmagan. O bir nasik talep kılış şaritala mükelleftin çekilişini talep kıldı yo, ama çekilişini talep kıldı ki ama o talep keskin emez. Çokum zamanından başlatmışsan bombaydı o demedi. Qandaq şu suratning bu siyg'inin üzülam aşını uqturdu. Qandaq ki masalan keldi. Qandaq qachon kelsa cho'qim Alloh taolo sizlarga o ishni yoqtirmaydi. Yoki o ishning chaqma to'solgan degan ma surat kelgan o'xshash. Yoki yiqilishibdi nahiyni uqturgan narsa. Ki karahiyet için o nehinin karahiyet ekanligini uqtirgan. Masalan, tahrimni uqtirgan emas, karahiyetni uqtirgan narsaga bu nehi yaqin kelibdi. Masalan, Alloh subhanahu va taoloning tavangsiz o'xshashki, hey mu'minlar, sizlar bir narsa so'ramanglar. Uning hukmi bayon qilinmagan. Bana bu narsadan so'ramanglar. Eğer sorsanglar in tubda lekum,
agar so'rabsizlar, uni so'rab qilib qolsanglar, uni sizlarga bayon qilinib oshkor qilinib qilib qolsa, so'rg'inga binoan buning hukmi mau mana qilsiz yaqinmaysiz deyilib qilib qolsa, sizlarni u vaqtda o'sal ahvolga tushirib qo'ydi. Sizlar demak, sizlarga undan cho'ng maskutun anhu bo'lgan. Allohning rasuli undan bayon qilmagan narsada sizlar so'rab o'tirmanglar. Bunun o'zi demak karahat uchun bo'ldi manahi demak. Yoki uningki undan cho'ng ijtinob qilishga buyurilgan qarina ashnu hududi. Vazarul bay'. İza nudiya lis-salati min yawmil cum'a fas'au ila zikrillah ve zarul bay'. Cuma namazga azan o'qilsa, Allah'ın zikri tarafiga manglar keyin cuma tarafiga manglar, ilm setim ishlarni tashlanglar deb. Fal matlubu al-kaffu an fi'lihi. Am ening talab qilingan uningdan cho ini qilishdan cheklanish talab qilingan narsa. Ini qilishdan cheklanish talab qilingan narsa. Agar bo'lgan bo'lsa, u qilishni talab qilishning sig'ining o'zi uqtigan bo'lsa, u cho'qim shuni talab qilinganligi. Cho'qim za talab hatmi, cho'qim za shuni talab qilinganini uqtirdigan Mujna bo'lsa, uningki talabining sig'isi, u nima harom qilingandir. Hurrima alaykum kada sizlarga bunday narsa harom qilindi deganga o'xshash. Agar sig'ining o'zi uqtulsa, shuni uqtulsaki u nima talabki g'ayr hatmi. Ya'ni u qilishdan cheklanish u talab qilingan, ammo u talabga cho'qqim emas. En yuqori darajada emas. Bunda olmasa makruh. Sizlarga falon ish biroz yoqimsiz bo'ldi degandek. Qachon siyg'ining o'zi mutlaq kelibdi. Siyga mutlaq nahiy bo'libdi. Yoki undan ijtinob qilishga, undan uzoq turishga mutlaq amr bo'libdi. Dalil talab qilindi qarini bilan ya u nima qilish cho'qim u qat'iy vojib, qat'iy qilish lozim bo'lgan narsa yoki qilish qat'iy nimmas, qat'iy darajada emas degan bilan dalil talab qilindi. Masalan, qarining qatoridandir bir ishni qilgani qarta bir jazoning tartib topganligi va u jazoning tartib berilmaganligi ma'nosi qarta qilganingiz qarta jazo o jazo va onun mındaq onun oqibatda dunyo oxiratda vaboli va deb qilib qolsa harom degan o'xshash. O jazo tartib topmagan mındaq bu ahvol bumi qarina agar unda xo'p qilib qolsa jazo tartib topmasa makruh u bo'lgandek. Qaringa mushna qildi deydi. Qarinning qatoridandir jazoning tartib tepishi. U nimani qilgan qarta mesela o bir talabul kaf yig'ilishni talab qilgan narsaning o'zini yig'ilmay qilibdi bir narsani qilib qolgan bo'lsa uning qarta jazo tartib topadi deganlikni bu harom demakchi deydi bu qarina deydi bundan keladi va u jazoni uchun tartib topmasligi. Buna jaza kelmaydi, balkim nim qilindi, uni g'alqi ayblindi, malomat qilindi. Mana qaraq deyilgan bo'lsa, buning uzum qarina bo'lgan bo'ladi. Bu makruh ekanligiga qarina deydi. Amr va navohining. Mushahatdan tunishuvdi ba'zi usul ulamolari harom qilingan narsani muharram degan nima o? Harom qilingan narsa desa, shu suratlarga chuqum u muharram degan iniq odam jazoga eng loyiq bo'ladi deb bunday ta'rif qildi. Makruh degan jo'si iniq odam jazoga loyiq bo'lmaydi. Balkim biroz ayblanish, malomat qilishga, malomatga loyiq bo'lib qolishi mumkin u, ammo jazoga loyiq bo'lmaydi deb bunday ba'zi usulchilar muharram bilan makruhni mushundaq tunishtirdi.
Bu ahkam-ı teklifininki, hükmü teklifinin beşincisi mubah. Mubah kelimesi oldu dese el mubahu. Bu isim mef'ul. Abaha yubihu'dan çıkan. Ene kılışmı yolluk kılmasım yolluk demekçendi bu. Onun tarif demez. El mubahu huve ma hayyara şari'u el mukellefe beyne fi'lihi ve terkihi. فلم يطلب الشارع أن يفعل المكلف هذا الفعل ولم يطلب أن يكف عنه. Mubah degan shariy taala bu mukallabqa yani qilish qilmaslik orasida ixtiyor qilmagan narsa. Bu mubah. Shariy taala mukallabdan bu ishni chuqum qiling deb talab qilmaydi. Va uningdan qo'l torting, uningdan bosh torting deb uningdan qilmaslikni ham talab qilmaydi. Demak, qilish qilmaslik oralig'ida erkinlik berdi, ixtiyorlik berdi. Va taratan tasbutu ibahatul fi'li بالنص الشرعي على إباحته كما نص الشارع على أنه لا إثم في الفعل فيدل بهذا على إباحته كقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به. Bazı vaqtda bu bir qilish bir fe'lning mubah ekanligi shar'iy nasning o'zidan sabit bo'lib qoldi uning mubah ekanligiga. Qandaqki nas keltirdi shariy taala nimaga desa uni bu qilmishni qilishda gunohning yo'q ekanligiga. La isma yani unida qilib qolganga gunoh yo'q deganga shariy taala nas keltirgan o'xshash. Buning o'zi bunun bilanchu u fe'lninki ibohat ekanligini uqtirdi. Allah subhanahu taolo so'rashki, agar qo'rqsanglar, ay ayol ikkilan yoki bu ikkilanning ham valiylari ham isproqda. Ayolning urug' tuqqanlari masalan. Alla yuqima hududalloh. Bu ikki xotun Allohniki had hududini chek chegarasini turg'izolmaslik, adolat barpo qilinmaslik, xotirjam uy tutolmaslik, ikkisi mundaq hayot turib bir jahimda yashagandek mundaq yashab qolish, mundaq ehtimollikdan qo'rqib qolib qolsanglar, fala junaha alayhima fima ibtadat bih. Yo'q gunoh bu ikkisiga. Nimada fi mabtadat bih bir narsadaki fidya u ayol u erga fidya bergan narsa günah yok. O ayalınki özünün talak hukukının mukabilede ona bir tavizat bergenlikde o erinin o ayalının talağını bergen karta onun için o ilke nemine tavizatını ağallıkta işkiliz için günah yok. Yani fela cunaha degen Mushu, pala isme degan o'xshash mushu shakllanma keladi ba'zi vaqtda deydi. Fe'lniki ibohatul fe'l, nas shar'iyniki uzlanma uning mubah ekanligida bunda ham sabit bo'lib qolishlar bor. Yana Alloh subhanahu taoloning so'zi o'xshashki, "Va la junaha alaykum fima arraztum bihi min xitbatin nisa." Chatoq yo'qki sizlarga, ey erlar, bir narsani sizlar to'g'ri qildingizsa uni ayollarga bundoq so'z aytishdan xitba nikohning muqaddimasi xutba juma xutbalari ikki hayit bayramlarda xutba o xutbalar xitba xaning zirlankasi ay nikohning muqaddimasi bo'lgan bir ayollarni to'y qilish haqidagi ayol kishi bo'lgan xitbadan nima qilishni masli yo'q pima arraztu bi uni u ayolga sarahatan ya u ayol eri o'lib ketibdi iddatdan chiqmabdi masalan yoki u ayol taloq qilinibdi iddat tugmabdi shu holatning o'zida boshqa bir kishi kelib uni uchiq sarohatan bo'lmaydi sarohatan gunoh bor lekin bunda kinoyatan ishoratan sizdak odamlar masalan har yer zayolmaydi hanam har odam sizlar bo'lsa sizga nurg'adamning ko'zi silda
Сілдек адамларымы, бұнда құйватқа адам, бұл қолдың шығырып қойған адам, қандақ бір адамды о. Деген құшыш мұнда қылқы өзінің майлығыны kinoyatan yoki dimdan ifoda qilishda gunoh yo'q, uni gunoh yo'q deydi. Agar uningdan boshqa vositalar eptiki shayli u bo'lsa u bo'lmaydi. Pima arrazdım diye şu bunlar bir kinoyatan deganlikda gunoh yo'q. Demak, mashani o'zimi vala junaha alaykum degan musiqalancho bu yanala shar'iy naslan bu pilning ibohat ekanligi bunda isbot bo'ldi deydi. Sabit oldu. وكما إذا أمر الشارع بفعل ودلت القرائن على أن الأمر للإباحة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وكقوله سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وكقوله وكلوا واشربوا إن الله سبحانه وتعالى نصوص ششكي مثلا وكما إذا أمر الشارع وقتانك بيرغم بوسا وقندق كي ينا إباحة demek de مشو نملان ibahat degan qachoniki shariy taolo bir ishga buyuribdi. Bu qarina shu ishning mubah ekanligini uqtirgan bo'lsa, buni o'zi nima mubah. Alloh subhanahu va taolo so'rashki, qachon ihromdan chiqsanglar. Ama ya da bu oyatning 5'idagi mesela oyatda kelganda, masalan ihromli holatda hech qanday bir narsa o'ltis bo'lmaydi, hatto haramninki gul giyoh yeşillerini ushlab kesib bu qism bo'lmaydi ihromlik holatda degan. Oyatınca ama oyat qachon endi ihromdan chiqsanglar. Onu o olaş to'g'ri kelib qolib qolsa, uni jinoyat kelib qolib kelmaydi o demakchi deydi. Bu yuqorqi oyatning qarinisi bilan bu nim bo'ldi. Bu yerda bu mu endi o'lsanglar bo'ladi demakchi deydi. Bu yerdagi pastado degan gerçi bu buyruq nima emir sig'isidan kelgan bo'lsa, bu ibohat uchun. Yuqorida chunki harom kelgan, harom qilindi deganda bu sayd qilish harom qilindi. Demek bir hürmettin keyin bir buyruq kelib qolsa, hurmatdan keyin haromdan keyin bir buyruq kelib qolsa, uning o'zi ibohatga mahmulmi bo'ladi ekan. Demek qachon ihromdan bo'shansanglar, o o'langlar. Bu odam bu degan payt bu hamda vujub qamli qilolmaydi. Bo'lmasa hamma odam ihromni salasa maylikillam qo'liga o'qya miltiq tapanchani ilib jaran toshqan tutishga majbur degan gap bo'lib qoladi-da. Unda emas, agar shunday qilib qolsanglar, shunday navbati vaqt kelib qolsanglar, jaran toshqan boshqa o binasi olsanglar bo'ladi. Qachon ihromdan bo'shansanglar. Bundan burun o cheklangandi. Bundan burungi oyatda. Endi Alloh subhanahu va taolo so'rashki, namoz ado qilinib bo'lgan bo'lsa, u vaqtda zilminga tarilib ketinglar. Buning o'zimicha agar masjidni o'ltirib, tal tasbih o'qib, zikr aytib, Qur'on o'qib, boshqa nafil va boshqa amallarni yaxshi amallarni qilsa mayli. O cho'qimsiz namoz tugat ado bo'lishmalam Cami'nin takaplamla sırt çıkıp gittiğinler degan yok. Zimin tarif gittiğinler. Yani ihtiyar kılsanlar, unda kılınlar, tirikçilik kılınlar, ihtiyar kılsanlar, ibadet kılınlar demekçi değil. Bu mu ibahat? Ve kulu ve şerabu diye susuz. Yanlar, içinler. Bu mu ibahatten okuturdu. İbahatten ki من مش şekilde keledi değil miydi? وتارة تثبت إباحة الفعل بالإباحة الأصلية فإذا لم يرد من الشارع نص على حكم العقد أو التصرف أو أي فعل ولم يقم دليل شرعي آخر على حكم فيه كان هذا العقد أو التصرف أو الفعل مباحا بالبراءة الأصلية لأن الأصل في الأشياء الإباحة. Bazı vaqt uchun sabit oldu bir qiliqning o'zining mubah ekanligi asli mubahlan, asli qaytishlan. Chunki nima oyat karimda var ya Alloh subhanahu va taolo hamma narsani va xalaqalakum ma fil ardi jami'a deb sizlarga butun narsani sizlar uchun sizlarning maslahat uchun yaratdi. Sizlarning foydanglar uchun yaratdi degan oyat masalan.
Unaqa ekan u qo'llanish durust bo'lsa insonning manfaatini yaratgan bo'ladi. Demak, har narsa u vaqtda uni qo'llanish, foydalanish bo'ladi. Asli mubah demakchi deydi. Ba'zi vaqt sabit bo'ladi. Pilning ibahati ne bilan sabit? Asli ibohatlar. O'zining asli har qanday narsa hilliyat, halol ekanligi, uningdan foydalanish bo'lgan mubah ekanligi. İbahatul asliye olan bir kılmışın mubahkeligi sabit ol baz vaqtda. Qachon shariy ta'aladin bir aqdininki hukmiga naskanmabdi, tasarruf yoki hech qanday bir qilninki bir qilmishlarninki buning hukmiga bo'ladi bo'lmaydi, halol harom degan haqida to'g'rida bir naskanmabdi. Va uningki hukm barsin boshqa shariy dalilmi tumg'an bo'lsa mesela bu boldu bombaydı o bu degan hech qanday binas kemmapti wala aqd tasarruf nas binas kemmapti. U vaqtda nemiga asoslanib buni mubah deymiz deganda bo'ludi bu aqd tasarruf piyal mubah bo'ldi aslidagi baroatga qarab. Buni Alloh subhanahu va taolo asli mubah qilib yaratgan narsalarning hammasi aslida insonlar uchun xizmat insanların paydası için yaratgandan keyin asli hamma narsa bu mubah degan mushu qoidaga binoan bundaq sabit bo'ladi deydi. İbahatul asliye bilan. Chunki asl shaylarning hammasi mubah. هذه هي أقسام الحكم التكليفي الخمسة على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين. Bu yukarı beş hükmü teklifiyle olsa cumhur usul ulamaları bağın göz karıştaki taksimat bu. Bularına karşı çoğu ahkam-ı teklifiyenin kısımları demek beş olur iken de kaysi icab, netf, tahrim, karaha, ibahatni ibaret. Ama ulema'ul hanefiyeti cumhur ve ahnaf bu usul kibarısı da bula iki xil göz kardeşinde. Bu cumhurla Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli bula ve bunu agaşkelle şu meslek menhecdikiler hemmisi cumhurda patladı. Bula kaidini asas kıldı. Kaide qarab enkin furuat meselelerini şunu furuat meselelerini çıkardı. Kaidini tilvep durup anandakin furuat meselelerini şununla toğırlap mındak kıldı Allah. Nimeler Hanefiler ula furuat meselelerini aldık tiklep koyup durup şu furuat meselelerden kaidini çıkırdı. Kaidini furuat mesele qarab tüzüydü. Çıksın fark aşı. Ve amma ulemâ'ul hanefiyeti fekad kassamuhu ila sebati aksamin la ila khamsatin. Ve zâlike ennehum qalu وذلك أنهم قالوا إن ما طلب الشارع فعله طلبا حتما إذا كان دليل طلبه قطعيا بأن كان آية قرآنية أو حديثا متواترا فهو الفرض وإن كان دليل طلبه ظنيا بأن كان حديثا غير متواتر أو قياسا فهو الواجب. أما حنفي علماء شو bu hükmü teklifini yettiği böldü. Beşkemez. Cumhurlar bağındak beşkemez. Bularına karşı yetti. O yetip kalı sebep nimez. Çünkü aşna oluş o Hanefi ulemaları dedi ki çokum şaritala onu talep kılış çokum onu kılış talep kılıngan nasıl eğer onu talep kılışın delil kat'i olsa diyelim yani Kur'an-ı Kerim'e ait olsa ya ki mutawatir hadis olgan olsa o perzeydi. Eğer onu talep kılışın delil danni yoktu. Haber ahaddak bundan sabit olan olsa hadis yoktu ki mutawatir emasken yani meşhurken ya ki ahadken ya ki onun delili kıyasken o vakitte o vacip oladı farz değilmeydi o değil. Şu yüzden demek bu Hanefiler bu talep hatmini işki bilvatıda bu talep hatmi onu talep kılışın delili kat'i olsa farz yani Kur'an bilen sabit olsa ya hadis mutavatir bilen sabit olsa onun hükmü farz. Eğer onun talebinin ki delili danni yani mutavatir olmaptı.
oyat olmabdı yoki mutavatir olmay balkim mashhur ya ahad ya qiyos bo'lib qolgan bo'lsa u vojib deb mana buni mushadillam ikki bo'lyapti farz vojib deb. فإقامة الصلاة فرض لأنها طلبت طلبا حتما بدليل قطعي هو قوله تعالى. Namazını turg'uzish farz. Chunki u keskin dalildan talab qilindi. U Alloh subhanahu va taoloning aqimus sola Qur'oni Karimda masalan onun subut qat'iy deganlikni o'zi oyatning hammasi subut qat'iy. Subut qat'iy deganlik Alloh subhanahu va taolodan tushganlikda hech qanday zalikal kitabu la rayba fi. Shak shubha yo'q. Hammasi Alloh taolo tarafidan tushgan subut qat'iy. Ammo uning ba'zining dalili dalolat qat'iy va ba'zining dalolat dani bo'ladi oyatninki. Dalal qat'iy. Undaqlar bor. Dalal daniylar mı? Dalal dani mesela qandaq desa, onun ma'nisi biraz ikki ehtimol bor. Xuddi nimada bir oyat var ya, igir ilib ketgan ayol nima salasata quru degandek. U quru ne masalan nima ba'zi Hanafi ulamolar bir xil deydi, Shafiylar bir xil deydi. Quru degan kelima bu kelima mushtarak bo'lib, ba'zisi hayz maqsad desa bir ulamolar nimalar yana birlanchi bu to'g'ri maqsad deydi bir kelima. Aşın uçuş. Bu mu? Mesela kelime müşterek boğaçka bunun dalaltı ne buldu? Dalaltı zanni. Gerçi bu ayetninki subut katli olan bulsun. Ama onun başka fasalli li rabbike ve enhardı da inna atena suresi. Sen namaz kılın ve nehr kılın. Yani o nehr kurbanlık kılın. Bunlar diyen bunun mu ihtimali var? Ya ki namaz kılın ve nehr ma kekirdek. Ma kökürden üstü. Kulağını ma üstü tutkaya diyen. Bunun mu ihtimali yok kaldı. Demek bu dalalet danni yok kaldı da. Bunda demek ayetin bazısı ne buludu? Dalalet danni buludu. Hemmisi subut kat'i olsun dalaletinin bazı ayetin dalalet danni yok kaldı. Ama hadis çoksa hadisin bazısının dalaleti subuti ve bazısının dalaleti danni. O zaman subut kat'i olgan hadisler var, hadis mutavatir demek. والثبوت ظني والغلوة آهات ونظم بشقة وخشش مثلا وأقيموا الصلاة وقراءة الفاتحة في الصلاة واجبة لأنها طلبت طلبا حتما بدليل ظني namazda Fatiha'nı okuş elhamdülillah okuş vacip çünkü o keskin talep kılındı. Ama talabınız danni denilen, haber ahatlan. O ismi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. La salata illa bi fatihatil kitap. O haber ahat deydi. Bunu banaen, bu ne nimdirdik? Farz demedik, vacip değildik, dedik deydi. Ama ma tulibe fi'lu taleban gayra hatmin fehuvel mendubu. Talep baki, ama o talep vacip derecesini taban, vacip emez. O mendup. وكذلك ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا حتما إن كان دليله قطعيا كآية أو سنة متواترة فهو محرم. Şunun için şaritala ine kılıçtın katli başlatış yığılışını talep kıptı. Katli kırsan bulmaydı dep bana yaptı. Eğer onun delili ne yaptı? Delil kat'i yoktu. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerindeki ya ki hadis mutavatirdik o haram. وإن كان دليله ظنيا كسنة غير متواتر فهو المكروه تحريما. Eğer bunun delili danni olan bolsa sünnet gayri mutavatir. Mutavatir'in başkası ki meşhur olsun, ahad olsun. Hemisi mutavatir'in başkası. Bu mekruhtur. Mekruh tahrim. Mekruh ki haram gıkarak mekruh. Mekruh dediğim bir şey tenzihi. منتبه فالزنا محرم لأنه طلب الكف عنه طلبا حتميا بدليل قطعي مثلا zina dese zinaço kat'i haram onun kat'i delillen nim boldu çekleş talep kılıngan iş o Osman Allah subhanahu teala'nın ve la taqrabu zina yani bu ayette delil kat'ilen bu talep kılındı. Subutu mu kat'i hele degende bu Allah subhanahu teala tarafından düşken bunun dalaltı mı kat'i bunun da ihtimalat yok bu vacib bu haram bo'lgan bo'ladi
ولبس الرجال الحرير وتختمهم بالذهب مكروهان تحريما، لأنه طلب الكف عنهما طلبا حتما بدليل ظني، هو قوله صلى الله عليه وسلم: هذان حرام على رجال أمتي حلال لنسائهم. Va erlerinki mesela ipek kiyimli kiygenlik ve ularning oltin ne üzük koyganlığı bu ikisi makruh. Makruh ki tahrimi tariqida. Çünkü o ikisinden keskin talep kılış, keskin onuncu başlatış talep kılındı. Ama talep kılışın danni delillen. O osmu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü ki mu işki neserdeydi. Hazane bu ipekle altın demek haram. Benim ummutumның erlerge haram, ayallarga halal dedi. Üçün degende bu altın, ipek bu adamın bedendeki kem azalının tolduğumuzu. Bu erlerde bağ ayallarda bulmagandaki şu yok azalının ki bedeli de şunun tolduğumuz için Allah subhanahu wa ta'ala bu işkilerini bu nimine işkilerini yani ipekle altını ayallara halal erlerge haram kılıngan dep bazı ulemalar derken Allahu alem. Ve ama emdi onundan talep ki gayri hatm bu talep kılıngan narsa. O makruh, tenzihiye. Talep ki hatmi emez. Ve kat'i emez. Makruh, tenzihiye. فعند علماء الحنفية المطلوب بفعله ثلاثة أقسام. Demek Hanefi ulemalarının karşısında en kılıç talep kılıngan narsa üç. Farz oludu, vacip oludu, mendup oludu. Mendup ne? Ana talep ba. Lakin o talep nimez? Cez kat'i emez. والمطلوب الكف عنه ثلاثة أقسام. يعني Hanefi ulemalarına karşıda onun jığılış talep kılıngan narsa hem üç. Muharrem, makruh, tahrimi, makruh, tenzihi. Bu üç, altta. Vel kısmı sabi'u el mubah. Yettinci kısım şu, mubah değil. Bu mu? Nime? Bu şunların hemisi yetti oldu. Demek cumhur ulemalarına karşıda. Ahkam-ı teklifinin kısımları beş yukarı degendek. Bu Hanefi ulemalarına karşıda bulan nime? Yetti. Farz, vacip, mendup, muharrem, mekruh, تحريمي مكروه تنزيهية ومباح عبارات. وقد قدمنا أن نصوص القرآن كلها قطعية الورود، ولهذا يثبت بها عند الحنفية الفرض والتحريم والندب والكراهة. وأما السنة فما كان قطعي الورود منها وهو المتواتر وفي حكمه المشهور، فيثبت فيه أيضا ما يثبت بالقرآن. Yukarıda biz de kettik çokum Kur'an-ı Kerim'den neslerinin hemmisinin Allah subhanahu wa ta'ala'nın kegelliği kat'i onu la reybe fi. Dep. Muşahatın sabit olur da muşu onun vurudu kat'i olan muş Kur'an-ı Kerim'den üzülen muş nesle bilen Hanefi'nin karşıda farz, tahrim, nedb, karaha sabit oluyordu. Ama sünnet çocuğu sünnet nasıl oldu onundan onunki kat'iyel vurud. Onunki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kelgeligi kat'i keskin şek şübi bulmagan. Mundak sünneti var. O sünnet mutavatir. Bu mutavatirning hükmüdür. Meşhur hem mutavatirning hükmüdür. Meşhurla mutavatirning farkı emeydi. Mutavatir zat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ağızdan cemaat anlagan. O sansız cemaat. Ve netçi olgan. 20, 30, 40, 50 bir yüz kesin. Ağzım bir cemaat algan, o cemaatin ikinci halka, o cemaat algan, üçüncü halka, o mu cemaat algan, anlagan, ahir bizge yetken. Bunun hiç tekşibi kılıp olmaydı. Bir işki adam arıp kalması yalga yapındak, biz kiliş olgan budu, yalganga ittifak tüzgü olgan budu, ihtimalık buluş mümkün. Ama cemaatla arsa, kizbit gennasa, o tavatu alel kezib mümkün emez yalgan ittifaklaş. Bu cihetten bu mutavatir bu emdi. Meşhur digellik bu birinci halka, birinci Resulullah Aleyhisselam'dan ağan bu ravi bir. Bir, o mutavatir dersi etmegen. Enandın kinki cemaat, onundın kinki hem cemaat. Lekin dastlabki tavatur derecesi, tavatur, mutavatir cemaat olgan bolsa, meşhurda dastlab halkada araslarını anlayan kişi biraz az, bir netçe yaki. O mutavatir bulmusu mu mutavatirinin hükmüde. Ve fi hükmi el meşhur. O mutavatirin hükmüdür meşhur. Sabit oldu o meşhurlen hem yaki mutawatirlen hem
Kur'an bilan sabit bo'lgan narsaning o'zi sabit bo'ladi. Qur'onning asos hukmida ma'lum. Nima? Mutawatir. Gerçi bu Kur'an, gerçi bu hadis bo'lgan bo'lsa-mu, bu subut qat'iylikda o'xshash bo'lgan. وما كان منها ظني الورود وهو خبر الآحاد فلا يثبت به فرض ولا تحريم ويثبت به ما عداهما من أنواع الأحكام التكليفية. Endi biraz buldu o bir naske buldu o nasıl katarındır kelişi sabutu bu subut şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kegellige danni mandak bazı nimbalva naslava. Oz haber ahad mesela az la salata illa bi fatihatil kitap diyen hadis koşar. Haber ahad dedi mu? İnandım başka azane haramun ala rical ümmeti halalun li nisaim bunu koşuş. Mesela sabit olmaydı olan farz ola tahrim sabit olmaydı. Sabit oldu bu haber ahatlan bu farz vacibin başkası ahkam teklifinin türlürdü bugün hem sabit oldu. Kaysı mekruh tahrimi olsun tenzihi olsun mendup olsun hem sabit oldu ama farz vacip buna sabit olmaydı. Sabit olmaydı o değil. Farz tahrim sabit olmaydı değil. Vacip mekruh tahrimiye, mekruh tenzihiye bu mendup bula sabit oldu. Ama farz ve tahrim nimlenço sabit olmaydı. خبر أحد لنا والفعل الواحد قد تعتريه هذه الأحكام كلها أو بعضها بحسب ما يناسبه bir işin özü bazı bu işe birkaç hükümlerin hemisi aşın yitip kıp kıldı ya onun bazısı aşın münasip olan isavatlarla itibarlar mesela az-zevacu kad yakunu fardan mesela toy kılışken bazı Müslüman parzup kaladı kaçan mehriga, napiga ve başka ahudundaşlık vacibatlarını özgü kadir bol alsa ve cezim kıysa ay öz nefsi halinden kaçan o adam toy kımız nakıp kalı çokum işlip kaptı. Ben toy kımısım nakıp kalım ben dep kaptı. Bu vakit şu parzup kaladı. Vacip oladı kaçan yukarı tilgıngan hemmesi çıkım o hemmesi kadir oldu. Lekin korkuptu. O toy qilmasa zina qilib qolgan qo'rqibdi avvalgida jazm qilibdi chuqur zina qilib qolaman deb manda qo'rqib qilibdi bunda qilib qolamanmi deb bu vaqtda bu vojib bo'ladi mandub bo'ladi qachon bu to'y qilish o butun yuqorqi vojibatda zavjadamsi qodir ekan lekin normal holdika olsam bo'ladimi olmasam olsammi bo'ladi bo'lmaydi degandek zina qilib qolishni qo'rqmaydi ekan agar to'y qilib qolsa u vaqt mandub harom bo'ladi qachon u odam agar to'y qilib qolsa o'zining ayoliga zulm qilib qoladi ekanda ya uning chiqim uniki takalif nafaqatlarini ado qilib bo'lolmaydi ekan ya odam badan qurish jihatlarda jismoniy sog'lomlik jihatlarda yaxshi emas ekan u vaqtda u harom va qilolmaydi bo'ladimi harom bo'ladi qachon jazm qilib qolsa odam qachon to'y qilib qolsa o'zining ayoliga zulm qilib qo'ydiganligi va bu xutundachiq haq huquqini ado qilish qodir bo'lolmaydi qilgan qiyam bo'lmaydiganligi jazm qilib qolsa harom bo'ladi makruh u tahrim tariqida ashuni zulm qilishdan qo'rqib qilib qolsa yuqorida iza tayaqqana iza xofa ikki farq bor yuqorida to'y qilib qilib qolsa o'zining ayoliga zulm qilganlikqa zulm qilib qolaman degan jazm qilib qolsa harom agar mushundoq to'y qilib qolsam men zulm qolamanmi hay zulm qilib qolaman degan ansirash qo'rqishib qilib qolsa makruh demak bir masalaning o'zida mushu ahkamlarning hammasi tepildi zivoj degan gaplarda ham farz ham vojib ham shu mubah mandub ya'ni mandub harom makruh hammasi tepildi va tepilgan bo'ldi deydi bir fe'lning o'ziga mushu ahkamlarning hammasi yetidi yoki uning ba'zisi yetidi shunga munosib bo'lgan hisobot bilan xo'sh darsimizniki davom alloh xohlasa at bo'ladi bugun mana shularga kifoyamiz va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin